Ibrohimga Ka'batullohni qurish vazifasi yuklatildi. Butun dunyo toshqinidan so'ng Ka'batulloh chuqur yer ostiga berkitilgan edi. Toshqin yakunida Qubays tog'i Allohdan iltijo qilib, "Sening xazinangni bekitishimga ijozat ber", dedi. Shunda Alloh qora toshni tog'ning ichiga berkitib qo'ydi va tosh joylashgan joyga kichik bir belgi qo'yib qo'ydi. Ibrohim Ka'bani qayerda qanday qurilishini Allohdan so'raganlarida Jabroil paydo bo'ldilar va qo'yilgan kichik belgini qanotlari yordamida olib tashladilar. Shundan so'ng osmonda bir bulut paydo bo'ldi va bu belgi qo'yilgan pok yerga shunday soya soldiki, bu soya uning chegaralarini aniq ko'rsatib turardi. Qubays tog'i Ka'batullohni uning toshlaridan qurilishini Allohdan iltijo qilib so'radi. Ibrohim va ogillari Ismoil Qubays tog'ining toshlari va Zamzam bulogining suvidan qurilish uchun qorishma tayyorlashdi. Shundan so'ng Alloh Ka'batullohni qurishni boshlashni buyurdi. Jabroil me'mor vazifasini bajardilar, Ibrohim tosh teruvchi va Ismoil esa ularga qurilishda yordamchi bo'ldilar. Ibrohim Jabroilning ko'rsatmalariga binoan Ka'bani qurilishini boshladilar. Ismoil toshlarni otalariga olib kelar, Ibrohim esa qurar edilar. Ular yerda turgan holda qo'llari yetadigan balandlikda devor hosil bo'lguncha qurishda davom etdilar. So'ngra devorni yanada balandroq bo'lishi uchun oyoqlari tagiga katta bir toshni qo'ydilar va devorni yanada balandroq qurishda davom etdilar. Ular esa toshdan tushmagan holda Ka'bani qurishni davom etdilar. Tom esa borgan sari kattalashar va Ka'ba atrofida aylanar, Ibrohim esa toshdan tushmagan holda Ka'ba qurilishini davom ettirardilar. Ka'ba qurilishi yakunlangandan so'ng, tosh bir chekkaga chiqib ketdi va Ka'ba yaqinidagi bir joyga joylashib yotdi. Hozirda u Ibrohim maqomi bo'lib tanilgan. Shundan so'ng Ibrohim ayollari Hojar va Sora va 3 ogillari Ismoil va Ishoq Ka'ba atrofini soat millariga teskari holda aylanib tavof qilishdi. Ibrohim charchab biri oz dam olish uchun o'tirdilar. Ular juda charchagan edilar, lekin Ka'ba qurilishida uning atrofida paydo bo'lgan chiqindilarni Ka'bani atrofini bemalol tavof qilish uchun yig'ishtirmoqchi bo'ldilar. Shu payt kuchli shamol turib Ka'baning atrofidagi hamma chiqindilarni uchirib ketdi. Toshning mayda qoldiqlari va qumlari bu shamol natijasida butun dunyoga uchib ketdi va tarqadi. Ka'baning hattoki mayda bir qum donasi borib tushgan joyida hozirda masjid qurilgan yoki to oxir zamon kelguncha inshaalloh quriladi. Ka'bani Baytulloh deb atashadi, ya'ni Allohning uyi. Ka'baga barcha insonlar ziyorat uchun kelishlari mumkin. Hamma har doim taklif etilishi mumkin. Shundan so'ng Ibrohim duo o'qishni boshladilar. Bu duoda payg'ambarimizning ummatlariga bo'lgan muhabbatlari tufayli Ka'baga keladigan barcha yoshi ulug' insonlarga shafoat qilishlarini so'raydilar. Ismoil Ka'baga tashrif buyuradigan o'rta yosh insonlar uchun shafoat so'raydilar. Isoq barcha yosh insonlar uchun shafoat so'raydilar. Sora barcha ayollar uchun, Hojar esa barcha ayol va erkak qul va xizmatkorlar uchun shafoat so'raydilar. Duoni o'qib bo'lgach, Ibrohim qo'llarini ko'tarib shunday dedilar: "Biz Muhammadning ummatlarini yaxshi ko'ramiz va ummatlar o'z payg'ambari Muhammadni yaxshi ko'radilar. Bu ummatlar faqat payg'ambari Muhammad uchun duo qilishadi va bizni unutib yuborishadi." Shunda Alloh Ibrohimga insonlar uchun har kunga o'qiladigan 5 mahal namozda Ibrohim va uning oilasini tilga olishni vazifa qilishini aytadi. Ibrohim bu va'dadan juda xursand bo'ladilar. Haj amallarini bajarib bo'lgandan so'ng Ibrohim Hojar va Ismoilni Makka sahrosida qoldirib, o'zlari Falastin va Arabiston chegarasidagi toqqa qaytib ketdilar. Tog'ning bir tomoni yam-yashil ko'karib turar, ikkinchi tomoni esa qurib qolgan jigarrang edi. Shundan so'ng ular duo qildilar: "Ey Robbim, men o'z oilamni uzoqlashtirilgan vodiyga, ya'ni Makkaga, sen odamlarni ularning oldilariga keltirishing uchun tashlab keldim. Bugungi kunda nimani niyat qilsangiz sizlar Makkada topishingiz mumkin." Shundan so'ng Alloh Ibrohimga odamlarni haj arkonlarini bajarishgacha kirishlarini buyurdi. Shunda Ibrohim: "Ey Robbim, meni kim va qanday qilib eshitishadi?" deb so'radilar. Alloh aytdi: "Chaqir va ular albatta eshitadilar." Shunda Ibrohim bor ovozlari bilan chaqirishni boshladilar. Chaqirib bo'lganlardan keyin uzoq-uzoqlardan arilarning guvurlashiga o'xshash ovozlar eshitildi. "Biz bu yerdamiz, biz bu yerdamiz", deyishardi ular. "Yo Robbim", deb Ibrohim baqirib yubordilar. "Odamlar bu tomonga kelishmoqda, men ularni qanday kutib olaman?" Shunda Jabroil bir piyola suv bilan Ibrohim yonlarida paydo bo'ldilar va suvni havoga sepib yuborishni aytdilar. Shamol bu suv tomchilarini butun yer yuziga sachratib yubordi. Suv tomchilari qayerga borib tushgan bo'lsa, shu yerlar shor bo'lib qoldi.
Tog'li joylarda ular kristal tuzlarga, daryolarda esa ular dengiz tuzlariga aylanib qoldi. Kimki shu tuzdan totsa to umrining oxirigacha Ibrohimning mehmondo'stliklaridan bahramand bo'lgan bo'ladi va biz bu yerdamiz degan odamlar esa bir marta, biz bu yerdamiz deganlar bir marta, ikki yo undan ko'p deganlar o'shancha marta Kabaga tashrif buyurib haj arkonlarini bajarishar ekan. Birinchi Kaba bu osmondagi Kabadir. U farishtalar uchundir. U Baytul Ma'mur deb ataladi. U butun jahon toshqini paytida yerdan 7-chi osmonga ko'tarilgan. Hozirgi kunda ham u o'sha yerda. Farishtalar uning atrofida aylanib Allohga ibodat qilishadi. Osmondagi Kaba bir tomchi suvdek yerdagi Kabaga juda ham o'xshaydi. U yerdan juda balandda joylashgan.